Barchalaringizni Bilimimizga xususiy maktabida ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Bugundan boshlab g'oliblar desak ham bo'ladi. Shahrimizda 4-sinflar orasida matematikadan ochiq olimpiada bo'lib o'tdi. Mehnati, o'zining bilimi, salohiyati bilan 5 ta g'oliblarimiz aniqlandi. Bilimimizga xususiy maktabi har oy matematika, ingliz tili fanlaridan olimpiadani o'tkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Jumanali Gulzara, sizni tabriklaymiz. Mana 2 ming pul mukofoti hamda sertifikat Bilimimizga xususiy maktabdan sizga sovg'a. Artikov Sulaymon egalladi. Tabriklaymiz. O'razaliyev Zafar. Tabriklaymiz Zafar. Muvaffaqiyat. Jumabayeva Bahoraxon egalladi. Bahoraxon tabriklaymiz. 3-o'rin bilan va mana bu sizga 300 ming pul mukofoti va maktabimiz tomonidan berilgan sovg'a. Abdusamatova Shodiyona tabriklaymiz. Shodiyona muvaffaqiyat va mana sizga va'da qilingan 400 ming pul mukofoti va maktabimiz tomonidan berilgan sovg'a. 60 ta o'quvchini orasida eng yuqori birinchi o'rinni egallagan o'quvchimiz Abdusalomov Imronbek. Tabriklaymiz. Bundan keyin ham bundan-da yuqori natijalar qo'lga kiritishda umid qilamiz. Va va'da qilingan 500 ming pul mukofoti va mana maktabimizdan berilgan sovg'a. O'zlaring ustlaringda ishlashda to'xtamanglar, ilm olishda, mehnat qilishdan charchamanglar.